Amerikaning eng opasniy zonasi o'sha Texasda bilan barzangilar ko'p. Uning sababi sport bilan muntazam shug'ullanishadi. Va do'stlar, bugun sizlarga shtankalarimiz, griflarimiz va bilin toshlarimiz. Bilin deganda ozgina ijod bo'lyapti. Albatta bu so'kinish emas. Hurmatli do'stlar, olimpiyskiy ikkilik grifimiz narxi 1.100.000 so'm. Olimpiyskiy 1.8lik griflarimizning narxi 700.000 so'm. Va mana bunday zigzag, bu ham albatta olimpiyskiy. Buning narxi 500.000 so'm. Xuddi o'sha zigzagning bunaqa rezbalisi 400.000 so'm. Oddiy zigzagli esa 350.000 so'm. O'zimiz ishlab chiqaradigan mana bu oddiy griflarimiz 260.000 so'm. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz albatta va bunga xohlagan bilin toshingizni, janob bilin juda ham xijolatli so'z ekan. Xohlagan bilin toshingizni tushadigan qilib beraveramiz. Xullas, assalomu alaykum Javohir aka. Xullas, mana bu o'zimiz ishlab chiqaradigan bilin toshlarimiz kilosi 15.000 so'm. Va mana bunday legendarniy bo'lgan juda ham og'ir ekan. Sakadivskali bilin toshlarimizning narxi 18.000 so'm. Va haqiqiy Xitoyning mana bunday rezinovoy original bilin toshlari kilosi 34.000 dan. Buni ham xohlasangiz optimga qilib berishimiz mumkin. Hurmatli do'stlar, endi marhamat qilib gantillarga o'tamiz. Bu gantillarimiz 2 kilodan 50 kilogacha bor. Marhamat qilib sizlarga 2 kiloga qayerda? Bu nazarimda 3 kilo. 3 kiloligi va ozgina hansirab qoldim. 3 kiloligi mana bu yerda 50 yo'q 32 ekan. Sportsmenligimni ko'rishingiz mumkin. 32 kiloni ham qiynalmasdan ko'taraman. Hurmatli do'stlar, buni afzalligi ko'rishingiz mumkin. Buni siz xohlagan razmeringizda qilib ko'tarishingiz mumkin. Eng ustki qavati rezbali bo'ladi. Ustki qavatini yechasiz va bu yerdan xohlaganingizcha razmerni olib, o'zingizning kuchingizga moslab yana qatirib qo'yasiz. Ozgina malakasizligim bu yerda tan beryapti do'stlar. Yaxshi. Mana bunday qilib qotirib bemalol ko'tarsangiz bo'ladi. Ozgina belim ham og'rib qoldi. Hurmatli do'stlar, hamma narsani gapirib bo'ldim nazarimda. Hurmatli do'stlar, pastda nomer qoldiramiz. O'zbekistonning istalgan viloyatiga yetkazib berish xizmati bor. Misol TV kanalida va Farg'onaning Nevada shahridagi Xalqon sportda ko'rishganda ko'rishguncha do'stlar. Hansirab qoldim.